Manga Ramazan haqqida so'zlab bering. Yerim kecha edi. Leyla oshxonadan kelayotgan ovozlar bilan uyg'onib ketdi. Ko'zlarini uvlug'ash karvatdan tushdi va oshxonada nima ish bo'layotganligini bilib beqish uchun birinchi qavatga tushib qarab baqmoqchi bo'ldi. Leyla oshxonaga kirib, oilasidagilarning ustalda o'tirib tomoq yeyotganligini ko'rdi. Mushu vaqtda tomoq yemdiganda acaba? Quyosh ko'tarildi. Leyla o'rnidan turdi. "Apa, qo'rsqim ochdi", dedi Leyla. "Nashtalik ustalda qizim", dedi apisi. Leyla birinchi qavatga tushib, tomoq ustiliga kelib o'tirdi va oilasidagilarning kelishini saqladi. "Acaba yishkim nashta qilmamdiganda?" dedi Leyla hayron bo'lib. Kechda Leyla bütün oilasidagilarning hammasini uyda ko'rib, nayt xushal bo'lib ketdi. Buvi-mo'minlari, hammasi, tog'isi va navri aka-uka, aji-singillari hammasi jam bo'lgan edi. Leyla bekli xushal bo'lib ketdi. U bütün oilasidagilar bilan birga bo'lishni bekmi yaxshi ko'radi. "Acaba bugun olaydi kunmidi?" deb o'z-o'zidan so'radi. Kun o'tirganda bo'lsa, Leylalarning oshxonasi qaynab toshqinlikqa cho'mib ketdi. Hammaylar qo'lma-qo'l tomoq etishdi, pishqan tomoqlarni ustalga elib kelib tizishdi. Urug' tuqqan va yaqinlar bilan jam bo'lib, birga vaqt o'tkazish nima degan go'zal bir ish. Har kun shundoq bo'lgan bo'lsa, Leyla bekmi xushal bo'lib ketadi. Tomoqlarni tayyor bo'ldi. Hammaylar ustalga kelib o'tirishdi va halanki hech kim bir narsa yemayotdi. Bütün oila bir narsani saqlayotganda qiladi. Leyla tuyuqsiz yaqin atrofdagi masjiddan kelayotgan azon ovozini angladi. Arqadan cho'nglar iftoh qildi. Duodan keyin hammaylar jimjit o'tirib tomoq yeyishga boshladi. Leyla bularning hammasini un-tunsiz kuzatib. Tomoq yeyilib bo'lgandan keyin ba'zilar masjidga namoz o'qig'ini minishdi, yana ba'zilar uyda namoz o'qidi. Uyning atmosferasi tinish va huzurliq edi. Leyla bekli xushal bo'lib ketdi. Uning bugunning zodi qanday alayda kun ekanligini bekmi bilgisi botdi. Shu kuni oqshimi Leyla dadasining qishig'iga kirdi. "Dada, bugun alayda bir kunmi?" deb so'radi Leyla. "Oba qizim, bugun Ramazonning tunji kuni. Sizga demaganligimizni kechiring. Siz endi cho'ng qiz bo'lib qoldingiz. Ramazon haqida so'zlab beray", dedi dadasi. Ramazon oyida biz tong so'zilgandan toki kun o'ltirg'ichi bo'lgan orliqda yemaymiz, ichmaymiz, dedi dadasi tushuntirib. Leyla bugun bir kun ko'rganlarini esiga oldi. "Ha, shuni sizlar yerim kechada turib tomoq yebsizlar ekanda", dedi Leyla. "Shundoq, to'g'ri. Biz zo'liq tomoq yedik, aqlli qizim. Biroq bilamsiz Leyla, Ramazon faqatla yemaydigan, ichmaydigan oy emas, balki Ramazon oyida jannatning marhamatli eshiklari ochiladi. Shunga biz namozlarimizni oshirib o'qiymiz, ko'plab Qur'on tilovat qilamiz. Qur'onning mushu xosiyatli Ramazon oyida nozil bo'lganligini bilamsiz?" "Bilmayman dada, ammo qiziqib qoldim. Ramazon haqida jiqroq so'zlab bersangiz bo'pti-ku", dedi Leyla yana o'tinib. "Bo'ladi qizim. Ramazon yana yaxshi amal oyidir. Bizga apochjan, ko'yimchan, mehribon va sehiy bo'lishni eskartadigan va ularni o'gitadigan oydir." "Tushundim. Shunga Ramazonda amallarimizni yaxshilashimiz kerakligini cheklaysizlar ekanda. Shuning bilan biz bu yaxshi amallarni har kuni davomlashtira olamiz", deb qo'shib qo'ydi Leyla. "To'g'ri aytdingiz Leyla", dedi dadasi qo'shilg'ini bildirib va so'zini davom qildi. "Bu oyda biz yana sadiqa zakot beramiz, muhtojlarga yordam qilamiz, ularga yemeklik olib beramiz, yana boshqa hojatlarni ravo qilamiz va bularni qilish orqali Allohning mukofotiga erishamiz." "Dada, ba'zi o'yinchoqlarga ehtiyoji bor bolalarga bersam bo'lamdi?" dedi Leyla. "Albatta bo'ladi, bek yaxshi o'ylabsiz. Leyla, sizdan faxrlanaman", dedi dadasi. "Dada, men yanada tushunmadim. Nimishqa Ramazonda yemaymiz, ichmaymiz?" "Chunki biz yemaganda va ichmaganda ondan ochliqning nimaligini bilalaymiz. Ochliqni qadrlaydigan bo'lamiz. Yeydigan narsa yo'q qarindoshlarimizni aslayolamiz va bular bizning ularga yordam qilishimizga, ya'ni yaxshi amallarni qilishimizga turtki bo'ladi.
Şunu bizga yeydiganqa yemeklik, içidiganqa içimlik va boshqa barliq lozimliq narsalarni bergan Allohga har vaqt rahmat etishimiz, minnatdor bo'lishimiz, ko'plab alhamdulillah deyishimiz kerak. Ramazan haqiqatanmi xosiyatli oyga? Dada, men at Ramazan ro'zasi tutsam bo'lamdi? deb so'radi Leyla. Albatta bo'ladi. At sinab beqing inshaalloh. Sizni zo'liqqa uyg'otay. Amdi uxlasangiz bo'lamiki, kech bo'lib ketdi. dedi dadasi Leylaning beshini silab turib. Bo'ladi, amsi men uxlay. Ramazon muborak dada.